Salom do'stlar, barchaga sizlar bilan Tevfazzoz YouTube kanali va bugungi video qanday qilib Career Match yoki Life o'yinlarini o'ynamasdan turib tanga yig'ish haqida bo'ladi do'stlar va bu faqat tanga yig'ish bo'ladi. Olmos yig'ishning yo'li yo'q, bunday usul yo'q va videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar va videoni boshladik. Masalan, deylik, agarda sizda transferda yaxshiroq futbolchi chiqib qoldi, masalan, Vitinga men bloklab qo'yibman va sizda buni olishga tanga yo'q yoki bloklab qo'yishga olmos ham yo'q. Bu vaqtda nima qilish kerak? Lekin sizga bu futbolchi kerak hozir. Shuning uchun oldin mana bu yerda reklama chiqib turgan bo'lsa, reklamani ko'ramiz. 30 sekundlik reklama bo'ladi do'stlar. Va reklama ko'rib bo'lgan joyini kiritib tashladim do'stlar, video uzun bo'lib ketmasligi uchun. Va endi mana bu yerda reklama yo'q. Masalan, sizga tanga berdi deylik. Yetmayapti, baribir nima qilasiz? Bu payti Dream League Live'ga kirasiz, Exhibitionni bosasiz va bu yerga 1, 2, 3, 4 deb qidirasiz va serishni bosasiz. Sizga liboy bir opponent, ya'ni raqibdan tashlab beradi. Masalan, meni bir raqib bilan tashladi. Va to'p bunda hozir. Bu o'yinni oxirigacha o'ynab o'tirmaysiz do'stlar. Pauza bosish chiqqani bilan sirasi chiqib ketasiz. Mana va quitni bosib o'yindan chiqib ketasiz. Va masalan, mana yana sizga reklama ko'rsatadi. Va do'stlar, videoni ko'rgandan keyin reklamani sizga tanga beradi. Hozir menga bermayapti, chunki men oxirigacha ko'rmayapman reklamani. Va o'zlaring ham bilasizlar, agarda reklamani oxirigacha ko'rmasa tanga umuman bermaydi. Va men yana ko'rsataman sizlarga. 1, 2, 3, 4 deb yozasiz va serishni bosib qidirasiz. Yani qidiruv degani qidirmoqsini liboy bir opponentdan tashlab beradi yana. Boyagi raqib shekilli yana bu do'stlar. Va yana to'p bunda pauza imkoni bo'lishi bilan chiqib ketasiz sirazi. Mana tepib ko'ramiz va chiqib ketamiz, bo'ldi. Va do'stlar, mana yana reklama chiqadi, yana reklamani ko'rib tanga yig'ib olish mumkin. Va do'stlar, bu 100% o'xshaydigan narsa. Agarda sizda bu reklama yoniq bo'lsa, bu reklama chiqaveradi. Agarda mana shu men ko'rsatgan usulni qilsangiz, lekin buni olmosni qilish iloji yo'q do'stlar. Agarda sizga olmos kerak bo'lsa, bu Career Match yoki Live o'yinlarini iloji boricha o'ynab yig'ish kerak olmosni va buni iloji yo'q. Va video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Va keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyaga ham yozib keling.